Kelinglar irim-sirimlar haqida gaplashamiz. Shaxsan men irim-sirimlarga umuman ishonmayman, lekin irim-sirimni hayotini bir bo'lagi aylantirib olib yashayotgan odamlar ham слишком ko'p ekan. Eng mashhurlaridan boshlaydigan bo'lsak, supurgini tikka qilib qo'ysa uyga palakat yog'iladi. Bu gap umuman yolg'on gap, chunki supurgi sizlarni uylarni palakatlardan supurib tozalab beradigan narsa. Palakatdan tozalaydigan narsa bo'lsa hech qachon palakat olib kelmaydi. Prostata supurgini tikka qilib qo'yganda uchlari sinib, qayrilib, tez yaroqsiz bo'lib qoladi. O'sha uchun uzoqroq vaqt foydalanish maqsadida tikka qilib qo'ymaslik maqsadga muvofiq. Ikkinchisi bu duo qilayotgan dasturxonning ustida pichoq tursa duoni kesarkan. Shunaqa gap aytadigan odamlarga qaraganda ularni naturalniy oy, qamayli. Xullas shunaqa deb o'ylayman, chunki diniy savodxonligi ozginagina ham bor bo'lgan odamlardan bunaqa gap chiqmaydi. Duo to'g'ridan to'g'ri Allohga yo'naltiriladigan narsa, shu uchun duoni hech qanaqa xot narsa bo'lsin, xot kishi bo'lsin kesamaydi. Uchinchisi bu tuz to'kilib ketgandan qo'rqish va bla bla bla. Biz yoshligimizda tuz to'kib olsak yoki shunga o'xshash biror narsani to'kib olsak, faqat oyimiz ko'rib qolishlaridan qo'rqardik, chunki isrofgarchilik yomon narsa deb tarbiya berish. Xolos, menga obuna bo'lib qo'yinglar, undan keyin yana cringe irim-sirimlar haqida eshitib qolsam, sizlar bilan birga tahlil qilamiz.